Hammaga salom do'stlar. Sizlar bilan har doimgidek Shohdek bo'ldi. Bugun yangi kelgan ikkita dastajeniyani o'rganib o'tamiz. To'g'risi, buni ko'plar bajarib bo'lgan deb o'ylab video qilmagandim. Afsuski, ko'plar haligacha bajarmagan va nima qilishni bilmayotgan ekan. Videomizni ko'proq odam ko'rish uchun bitta like bosib qo'ying. Kanalingiz ozgina banda, shuning uchun siz like'ingiz menga juda ham muhim hozirgi vaqtda. Va juda ham ko'p odam nega video joylamayapsiz deb aytishdi. Sababi ikkita uchta ichi qora ko'rolmaydigan bizni streamerlarimiz bor. Menga ban berishdi. Nima sababdan berishni bilmayman. Avtoriskiy berdi. Oldin yaxshi videolarga ban berishvardi. Xo'p, mayli, ularga xudo bor. Video qo'ymasam ban keladi, bir hafta video yopilib qoladi. Ha, xo'p deb endi video qo'ymasam yana bitta ban keldi. 2 hafta yopilib qoldi. Shu bilan cho'zilib ketib qoldi. Bu uchun ming bor uzr so'rayman. Xullas, dastajeniyalarni ko'rib o'tamiz. Bizda ikkita dastajeniya bor. O'zini katta akkauntim bajarib bo'lganman. Bu va bu. Ya'ni bittasi yangovchi, ikkinchisi esa oldingi safda omon qolgan degan dastajeniya. Biz birinchisini ko'rib o'tamiz. Buni 3 ta missiyasi bor. Birinchisi yengilmas rejimi amal bo'lgan paytda quyidagi missiyalar bajaring. Birinchisi yirtqich sifatida 3 ta match o'ynang. Buni ham tushuntirib beraman. Ikkinchisi yirtqich sifatida jami 6 ta omon qolgan ko'taring va o'ldiring degan. 4 ta qilib 2 ta qolibdi. Yirtqich sifatida omon qolganlar jami 8 marta ilgak bilan eling degan. Buni hozir ko'plar tushunmayotgan bo'lishi mumkin. Hozir tushuntirib o'taman. Bizda reyting rejimda menga yengilmas ov degan rejim qo'shilgan. Mana shuni bosamiz. Bosganda so'raydi, yirtqich bo'lasizmi, omon qolgan dedi. Bizga hozir yirtqich bo'lish kerak. Mana bu omon qolgan, bu esa yirtqich. Bosamiz va bu yerda boshlaymiz va ozgina kutamiz. Aytgancha, sizga ishonchli UC kerak bo'lsa, bemalol Shohda UC'dan xarid qilishingiz mumkin. Eng muhimi ishonchli. Yaqinda Real Pass keladi. Bunda ham UC begina qilmasdan o'zing bizdan olishimiz mumkin. Makkalab qo'yapman. Va UC admin lichkasi esa kommentariyada va opsiyada bo'ladi. Biz esa ozgina kutamiz. Mana ko'rishingiz mumkin, biz hozir yirtqich sifatidamiz va bu yerda aytganki, birinchisida 3 ta match yakunlanadi. Mana yirtqich bo'lib 3 ta match o'ynasangiz bo'ldi. Ikkinchisida esa jami 6 o'yinchini ko'tarib ilib oling degan. Ya'ni qanday nok bo'lganingiz nok qilasiz, nok qilganingiz yoniga borsangiz ko'tarish degan tugma chiqadi. Shuni ko'tarib olasiz. Ko'tarib yurganingizda o'lib qolish kerak. Azli kuchingiz kerak. Shunga qaraymiz. O'lgandan keyin bo'ldi, bajariladi. 6 ta qilsangiz bo'ldi 6 odamni va oxirgisida 8 odamni ilgak bilan ilib oling degan. Mana bu yerda ilgak bor. To'rda odam olsangiz, to'siqimiz oldingizda ilib olib keladi. Buni ko'rsataman. Boshlandi. Hozir mana ketdik biz. Hozir bilan aytib boshlandi уже. Ikkitasi уже oho. Bular motorni ta'mirlayapti. Shunaqa missiyasi bo'ladi, motor ta'mirlashga men yo'l qo'ymasligim kerak. O'zi bitta ta'mirlash boshladi. Ikkita ekan bu yerda. İlgak bossam, mana ilgak bossam, mana ilgak tortib oldi. Voy, men otib qo'ydim mana. Ular qurol bor, bittadan o'qib bor tugadi lekin. Baka. Yetaman sana. Mana, no'qimetdan tugma chiqaraman, ko'tarib olish bo'ldi. Ko'tarib oldik biz. Erkak bo'lsang tashlama. O'l, tezroq o'l. Bo'ldi. Mana ham qo'ydim. Be. Kaçabilir kötüyse. Ketib peshligini oldiga qarab tur. Ketib peshligini oldiga. Qochsin cherigi.
Bu yoqqa. Oho, o'ldirib bo'lgandim. Mezdi. Bitta spot ketibdi. Ya, Kattar botlar. Hozir bizda bu bajarilgan bo'ladi, chunki hammasini bajarib bo'ldik. Men tushuntirdim. Qaysi nechta qilish kerak, qanday qilish kerak, hamma men tushunarli bo'ldi. Mana ko'rishingiz mumkin, bizga dastajeniya hisoblandi. Endi buni ochkolarni qabul qilib olamiz. Qani ketdi u? Yes. Endi ikkinchi dastajeniya, ya'ni omon qolgan bo'lib o'ynashimiz kerak. Bu yirtqich bo'ldi, endi omon qolgan bo'lamiz. Va bu yerda uzr 3 marta match yakunlanadigan, 2 marta qilib qo'yganman. Xuddi o'sha omon qolgan o'ynasangiz bo'ldi. Ikkinchisi bu foiz to'ldi motorda. Motor ta'mirlash kerak. Buni foiz ko'payadi, shu 300% gacha qilsangiz bo'lsa, misol uchun bitta matchda 50 ta qildingiz yo 70 ta qildingiz, o'lib qoldingiz. U saqlanib qoladi, qo'sh ketaveradi. Oxirgisi omon qolgan sifatida jami 3 ta do'stingizni qutqaring degan, undan bitta qolgan. Bo'lmasa biz shuni bajarishga harakat qilamiz. Va bu yerda bosamiz, endi omon qolgan sifatida ketdi. Bizda komanda yo'q, endi qanaqadir komandadan o'ynaymiz. Lekin nok bo'lgan do'stingizni ko'tarish juda ham oson. Shunday nok bo'lsa, sirayat ko'tarsa, sekundda ko'taradi. Bitta qolganmanda. Iloji boricha men shu matchda buni yakunlashga harakat qilaman. Hozir match boshlandi ana. O o'zbeklar ekan bu yog'i, sheriklarimizdan. Assalomu alaykum, bolalar, yaxshimisizlar? Qani bo'lmasam, Fayzimiz bersana, yetqishda yediramiz, o'ldiramiz. Davay, yediramiz. Men missiya bajaryapman. Hamma missiya bajaryaptimi? Yo'q, men просто kirgan. Men missiya bajaryapman. Dastajeniya. Qanday chiqib ketish kerak? Yo'q, просто bironta nok bo'lsa ko'tarishim kerak. Men mana shu bitta to'g'ri qilaman. Jim o'tiring, men buni men qilaman men. Mashinani ta'mirlash kerak ekan. Chekka 3 nuqta chiqayapti, u yaxshi tushunmadi u narsaga, borku. O, yetish kilo olding hozir. O. Qoch kerak endi bu yerda. Qanday yetkish kelmayapti? Afa ko'p qolmayapti hech. I'm activating a terminal. O'tib ketdi yonimdan, boryapti. Xullas, u yoqqa bu yoqqa qochib, motorlarni kam bo'lsa ham foizni ko'tarib qo'yardim. Chunki qancha ko'p foiz ko'tarsa, shuncha menga yaxshi edi. Menda 160% ko'tarilgan edi. Yana 140 qilishim kerak edi. Xullas, sabab qochganingning sababi esa men ko'tarayotganimda yetqishga men ko'rinib qolaman. Ko'tarayotgan paytimda foiz bilmaydi motorni ta'mirlayotganimda. Shuning uchun bu yoqqa qochsam meni yetqich ko'rmaydi, chunki faqat ta'mirlayotgan odamni ko'rishi mumkin u. Shuning uchun men qochib sekin shuna qilib ta'mirladim va 160% 300 ga ko'tarib qo'ydim. Va oxirida esa bitta missiya qoldi, ya'ni nok bo'lgan sherigimni ko'tarishim kerak edi. On foiz qoldi, bolalar, 10%. Tayyorlaninglar. The predator is near me. Activating a terminal. Terminal fully activated. Vani o'tirib qo'ydi. Help! Bajarib olay. Qoldi.
Kimni nok bo'lsa bajarib olay, ko'tarishim kerak. The predator is near me. Predator has been stunned. Bular sal tezlashish kerak hozir. Ochila. Kelib qoladi-da. Ochila. Donasi bo'ladi buni. The predator is near me. I'm unlocking an exit gate. Ketyapti oldingizga. Boshiga qaratib otadigan bo'lsa, bilan I'm out. keldi. Need ammo. Predator is near me. Under attack. Predator has been stunned. I'm unlocking an exit gate. The predator is near me. Ekin o'qib ketdi. Under attack. Help. O'ldi mana bu yoq ochildi hisob. Ko'tarmang. 38 soniya. Ko'tarmang. 30 soniya qoldi. Bo'ldi. 30 soniya qoldi bola, hozir o'lib ketasizlar. Ketdi. Qochdik. The predator is near me. I need attachments. Oh. Yutdik. Under attack. Help. Muvaffaqiyatli. Yes. Lekin 160 qildimmi ekan men? Ya bitta qolib kel. 160 qildimmi ekan? O, biyam bajarildi mana. Ko'rishlar mumkin. Bajarildi. Mana buni ham bajarib oldik. Tushunmaganlar bo'lsa mana omon qolgan bo'lib 3 ta match o'ynasangiz bo'ldi. Ikkinchisi omon qolgan sifatida terminallarni faollashtirib 300% qiling. To'ldirdik foiz qilib motorlarni o'sha. Bu oxirgisi omon qolgan sifatida 3 ta do'stingiz nok bo'lsa ko'tarishingiz kerak bo'ldi. Juda ham oson. Mana tushunarli bo'ldi. Ketkizgan vaqtingizga arzigulik video bo'ldi deb o'ylayman. Hammaga xayr, jonlaringiz sog' bo'lsin.